Telegram hamyon, ya'ni wallet botdan foydalanishga ehtiyot bo'linglar. Agar sizni o'tkazmangiz shubhali deb topilsa, siz o'tkazgan pul yo'lda muzlatilishi mumkin. Ya'ni sizni Telegram hamyoningizdan pul yechib olinadi, lekin jo'natgan hamyoningizga borib tushmaydi. Va bu narsa qo'shimcha tekshiruv talab qiladi va hattoki bir necha kunga ham cho'zilishi mumkin. Shaxsan menga juda ko'pchilik murojaat qiladi, aynan Telegram hamyon orqali pul o'tkazmasi ko'rinmayotganligi haqida. Agar siz shu kabi muammolarga duch kelayotgan bo'lsangiz, maslahatim kripto birjalardan foydalaning. Agar kattaroq miqdorda oldi-berdi qiladigan bo'lsangiz, kripto issiq hamyonlar yaxshi. Misol uchun MetaMask yoki Trust Wallet. Lekin 12 talik maxfiy so'zlaringizni juda ham ehtiyotkorlik bilan saqlang. Aks holda u yerda ham pullaringizni yo'qotishingiz hech gap emas. Agar siz shu kabi kriptovalyutaga daxldor nozik ma'lumotlarni o'rganishni xohlasangiz, bir necha kundan keyin bo'ladigan Toshkentdagi offline seminarimizda ishtirok eting. Bosh sahifadagi link orqali adminga murojaat qiling. Batafsil ma'lumot beriladi.